Karbamidda kamchiliklari bor. Eng katta kamchiligi NH3 dedik-ku, bu NH3 ga o'zgarganida u uchib ketadi. Ya'ni tuproqda agar biz uni tuproq bilan aralashtirmasak, tuproq yuzasiga berilsa, karbamid uchadi. Ya'ni uchadi deganda uni to'g'ri ma'noda tushunasizlar degan umiddamiz. Ya'ni bu havoga uchishi, bug'lanishini nazarda tutyapmiz. Bug'lanib uchishini nazarda tutyapmiz. Mana u yana bu narsalarga, masalan, agar tuprog'ingiz quruq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sug'ormagan bo'lsangiz, harorat yuqori bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda 40 dan baland bo'ladigan bo'lsa, pH 7,5-8,5 bo'ladigan bo'lsa, azizlar, karbamid tuproq yuzasida, bunday ustiga berib ketamiz-ku ko'pincha biz. 20% dan 40% gacha azot havoga uchib ketadi. Hozir aytganimizdek bug'lanadi. Bu karbamidning foydasi kamayadi degani. Demak, bu 40% gacha kamayadi degani. Bu O'zbekistonda juda ko'p uchraydi deb yozdik. Xo'p, savol. Mana bu faktor bizda bor. Biz dehqonlar bilan bevosita to'g'ridan-to'g'ri ishlaganimiz uchun, o'zimiz ba'zi bir dehqonlarning yerlariga borib maslahatlar berganimiz uchun aytyapmiz. Bizda ko'pincha karbamidni tuproqning ustiga sochib ketishadi. Bu mutlaqo mumkin emas. Ikkinchisi, pH 7,5-8,5. O'zbekistonda 80% tuproqlarda pH 7 dan baland. Harorat yuqori desangiz, O'zbekistonda odatda yozimiz juda ham issiq bo'ladi. Buni ko'pchiligimiz bilamiz. Tuproq quruq bo'lishi, bu ham bizda bor bo'lgan kamchilik. Bizda o'sha namga yetarlicha e'tibor berilmaydi-da, o'shani hisobiga mana ko'rib turibsizki, mana shu holatlar agar sizda kuzatilinsa, siz haligi albatta buni qo'shtirnoq ichida aytamiz. Sizda karbamidingiz juda ham xarajat, ortiqcha xarajat bo'layotgan bo'ladi. O'shaning uchun mana shu kamchiliklarni bartaraf qilgan holatda karbamidni bersangiz, bu juda ham yaxshi hisoblanadi. Mana biz xulosaviy bir fikrni aytib o'tdik. Shuning uchun karbamid sug'orishdan oldin, azizlar, tuproqqa aralashtirib berilishi kerak va ketidan darrov sug'orish kerak bo'ladi. O'shanda karbamidimiz juda yaxshi ishlaydi.